Biz ko'proq yoshlarni rag'batlantirishimiz kerak ekan, miyasini ishlatishga. Siz yoshlarda nima yaxshi gap ayting yoki bitta nimadir bering, inson miyasi ustida ishlash boshlasin. Bitta narsani tushunish kerak-da. Mana o'zimiz krugga olaylik. Tadbirkorlarda aqliy ish hammasida. Jismoniy emas. Yoshlarga ham, muvaffaqiyatga erishaman deganlarga ham, holat og'irlarga ham, alam qilyap turganlarga ham hammanglarga bitta gapimda, jismoniy ish bilan uzoqqa bormaysizlar. Jismoniy ish tagida daromad ham ko'p emas, boshqa odamlarga beradigan yordaminglar ham ko'p emas. Birinchi o'rinda jismoniy ish qiladigan insonlarni men o'ta hurmat qilaman. Misol uchun uyimdagi kranim buzilib qolsa, men uchun santexnik aka. Boyvachcha emas, santexnik aka bo'ladi, sразу. U o'qiganmi, o'qimaganmi, meni oliy ma'lumotim sразу uchadi. U joyda ish bermaydi hech qachon. Shu ish qiladigan insonlarga ham katta rahmat-da. Lekin har bitta insonning o'zining ishi bor. Yoshlar ko'pi mana o'qishga kiraman deydi, yoqqa kiraman deydi, bu yoqqa kiraman deydi. Men hozirgi kunda ko'ryap turgan narsam, mana men trendlar menga juda yoqmayapti hozirgi kunda. Bolalarga to'g'ri yo'nalish berib, to'g'ri insonlarni rag'batlantirishga o'rgatishimiz kerak. Qanaqa ma'noda? Bolalar meditsinaga qiziqish kerak. Zo'r doktor bo'lsangiz, misol uchun, birinchidan zo'r pul topasiz, ikkinchidan ko'pchilik insonga yordam berasiz. Uchinchidan O'zbekistonning ravnaqiga zo'rda bu. Meditsinamiz o jahon standartlaricha emas-da hali, ancha bor. Shu narsalarni amalga oshirish uchun ham, katta pul topish uchun ham, umuman olganda muvaffaqiyatga erishish uchun qo'l bilan emas, bosh bilan ishlash kerak. O'zbek xalq maqollarini men juda yaxshi ko'raman. Ichida ko'p haqiqat bor. Bilagi bor 10 ni yengsa, bilimi bor 1000 ni yengar. Shuning uchun miyani rivojlantiringlar. Bu asos hamma narsa. Osmondagi bolalar.